Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 12-sentyabr 2025-yil. Asakada boshlagan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganlaringdek. Bir boshqatdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerga 20 ta non sig'adigan tandirimiz bo'ldi. Yoniga ozgina salat qo'yganmiz joy. 60 litrli qozonimiz, yoniga 20 litrli qozonlarimiz bo'lgan. Bu yoqda zakatoshni tortib berganmiz. Gaz konforka qo'yib foydalansa ham bo'ladi. Bu yerga mo'ykamiz bo'ldi. Uchoqlarimizni, tandirlarimizni yoqqanmiz. Qoshlarni ham sinab ko'ramiz. Xudo tortishlari yaxshi. Bu 60 litrli qozonni yoqqanimizda buni ham sinab ko'ramiz tortishlarini. Uchoqlarimiz zamonaviy ekonomishni istamaydigan hamrasxod. Tandirimiz ham tutuni faqat mo'ridan ketadi, naves patologiyalarni qoraytirmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa 97 063 97 97 nomerdamiz. Bu videoga like bosib, do'stingizga joylashtirishni unutmang. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'ling.